1-iyuldan O'zbekiston hududida kira qilish uchun mashinani bo'yash talab qilinmaydi. Bu haqda O'zbekiston 24 ma'lum qiladi. Yo'nalishsiz taksi rangini qonun hujjatlarida talab qilingan rangga muvofiq holga keltirish uchun o'zi yelimlanadigan materiallardan foydalanishga yo'l qo'yiladi. Ularni bo'yash shart emas. Bu Prezidentning 6-martadagi yo'lovchi va yuk tashish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi qarorida ko'zda tutilgan. Yo'nalishsiz taksilar avtobuslar uchun ajratilgan maxsus harakat yo'nalishida harakatlanishi hamda to'xtash taqiqlanadi belgisi amal qilish hududida to'xtashi mumkin. Shuningdek, mobil ilovalardan taksometr sifatida foydalanish mumkin. Yo'nalishsiz taksilar uchun talab etiladigan to'lov terminallari, hisoblagich taksometrlar va radio aloqa vositalari funksiyalarini maxsus ilovalar orqali amalga oshirish mumkin.